Assalomu alaykum, hurmatli Instagram va YouTube kanalimiz obunachilari. Bugun bitta yaxshi yangilik bilan sizlar bilan bo'lishib boramiz. Odatda quyon yungini yurmasdan ham bola tug'ishi mumkin. Mana bunga bitta o'zimiz guvoh bo'lishimiz mumkin. Bu quyonimiz erkak quyonga necha marta qo'shishga harakat qildim, hech qochira olmadim. Orada qochgan ekan. Bir hafta oldin erkak quyonga qo'shganimda qandaydir ovoz chiqargandi. Ehtimol bo'g'oz bo'lsa kerak deb shunaqangi yashik qo'yib qo'ygandim. Vaholanki 12 ta bola berdi. Bu tomonda 26-kuni qo'ygan quyonimiz bor edi. 28-kuni qo'ygan quyonimiz. Bu quyonimiz 26-kuni, mana bugun 26-iyun sanasiga bola tuqqan, ko'rishingiz mumkin. Bu quyonimiz ham hech qanaqa hashay tashimadi, lekin yer kavlaydi. Sizlarga yana bir yaqqan guvoh, mana shu quyonimizni ko'rishingiz mumkin. Bu quyonimiz necha kundan beri yer tityapti, gnezdosini biroz yomon qilib yuborgan. Lekin qo'yganmiz. Vallohu alam 1-iyun kuni sanasi qochirganman bu quyonimni. Xulosa bu ham mana shu oyda oxiriga qo'shish kerak, tug'ish kerak. Xo'sh, bugungi juma kuni o'zimizni asaka parranda bozoriga quyonlarni olib chiqib sotdik. Bu yerda ko'rishingiz mumkin, Kaliforniyaga ikki quyonni bolalarni qo'shdim. Hammasini sotdim, Allohga shukr. Zo'r, chiroyli bo'ldi. Bu yerda turgan 8 ta quyonimizdan 6 tasini olib chiqib sotdim. Allohga shukr. Natija yaxshi, yomon emas. Salkam 1 millionga yaqin quyon sotdik. Boring yana 100 ming rasxod qilgan bo'lsa, yo'l kira boshqa yeb ichib. Bizda mana 2 oylik quyonlarimiz qolyapti. 40 kun enadan ajragan, yeb ichishi joyida. Ko'rimlarni yeyapti. Holati o'ta ideal. Yeb ichish joyida. Soniga keladigan bo'lsak, 20 ga yaqin quyonimiz bor. Narxlarni aytib o'taman. Narxlari 150 ming so'm. Nimaga 150 ming so'm? 150 ming so'mga yarasha sifat bor. 100 ming so'mlik quyonlarimiz, 80 ming so'mlik quyonlarimizni bozorga olib chiqdik. Bozordan sotdik. Nimaga? Bozorda bu 150 ming so'mlik quyonni olib chiqsangiz baribir qadriga yetmaydi. Nisbatan sifati o'rtacha pastroqlarni bozorga olib chiqib sotishga majbur bo'ldik. Shuni ham yomon emas. Bugun ertalab ishdan kelsam, noshdan chiqsam, ikkita quyonimiz tug'ibdi. Bittasi 12 ta tuqqan, undan shu tomonda quyonimiz 2-3 tasini tashqariga tuqqan. Menimcha yo'llik tuqqan uchun tashqariga olib chiqib qo'ygan, setkiga. Ular sekin olib tashlab yubordim. Mana shunda ham 8 ta noshiq ziyod bolasi bor. Bu quyonimizda hamma bolalari o'zi ichkariga chiroyli qilib yunglarini yurib, akkuratniy qilib tuqqan. Yunglar shu darajada ko'p yuyilganki, somon beda tashishga hojat qolmagan. Xudo xolasa, yaxshi qarab tursa bu quyonlarimiz ham bolalarini olib qolamiz. Sizlarga bitta zo'r quyonimizni sotuvga qo'yib beraman. Soni bolalari 1 2 3 4 5 6 7 8 ta. Leylopadan kelgan ikkov quyonlarimiz. Ertaroq qo'yganmiz vaqtim bor edi. Allohga shukr, hammasini emizib chiroyli katta qilyapti. Narxini yozmayman. Opsiyadan kommentariyaga yozsanglar, lichkada kelishamiz. Chunki hozir men qimmatroq narxlar aytib qo'yadigan bo'lsam, qimmat deyishinglar mumkin. O'zaro kelishilgan holatda buni ham chiroyli qilib sotamiz. Sababi bor, sababi bitta yangi ish boshlayapman. Xudo xolasa o'shaning uchun quyonlarni sal ozgina yengillatib, safarga bir chiqib kelish niyat bor. 1-2 oy uzoq muddatga ketganimiz uchun, uydagilar qiynalmasligi uchun biroz sonini yengillatyapman-da. Yosh quyonlarni tashlab ketaman. Xudo xolasa bu quyonlar men kelgunimcha ancha katta bo'lib qoladi, ishlatishga tayyor bo'ladi xudo xolasa. Vaziyatdan unumli foydalanib qolinglar. Xudo xolasa kelishilgan holatda chiroyli narxlarda qilib beramiz.